Kimdir sizga B12 vitaminini yuz uchun ishlatish mumkinligini aytganmi? Ko'pchilik bu haqida umuman bilmaydi. Dorixonada arzon turadigan B12 ampulasini to'g'ri ishlatsangiz, quruq va charchagan teriga yordam bo'lishi mumkin. B12 terini yumshatishga, qurish va tortish hissini kamaytirishga yordam beradi. Ampulaning bir necha tomchisini kremingizga aralashtirib, haftasiga 2-3 marta qo'llash mumkin. Avval allergiya uchun kichik joylariga sinab ko'rishingiz mumkin. Foydali bo'lgan bo'lsa, saqlab qo'ying. Do'stlaringizga ulashing va obuna bo'ling. Agar teringizga professional parvarish kerak bo'lsa, kabinetimga murojaat qiling. Siz bilan kosmetolog Aliya edi.